Bu apparatimiz Xcube 60 modeldagi UZI apparati. Bundan oldin Xcube 50, keyin esa Expert klassdagi, ya'ni premium klassga mansub bo'lgan Xcube 70 va 90 nomli UZI apparatlari bor. Bularda asosiy boshqacha jihatlari, farqli jihati Xcube'larga nisbatan dizaynida va bularda funksiyalarida ko'p hisoblanadi. Xcube modeldagi UZI apparatlarida yangicha texnologiyalar va sun'iy idrok ishlatilgan. Bu sun'iy idrok orqali vrach diagnostika qilayotgan vaqtida ortiqcha knopkalarni bosib hisoblab o'tirmaydi natijani. Asosan follikulalar va chaqaloq biometriyasini, keyin pastki jinsiy venani ko'rsatib beradi, poloviy venani, nishniy poloviy venani. Ya'ni avtomatik o'lchab natijasini chiqarib beradi ekranga. Bu juda katta qulaylik va vaqt tejalishiga yordam beradi vrach uchun. Bularni boshqarish bu tarafdan, chap tarafdan o'ngga chapga bursa bo'ladi, o'ng tarafdan ko'tarib tushirsak bo'ladi. Bunda ham tagidan chiqadi klaviaturalar. Bunda podsvetkalari bor, yonib turadi, harflar bilinib. Klaviatura asosan bemorda dannilarni, ma'lumotlarni kiritish uchun kerak bo'ladi. Tug'ilgan yili, sanasi, ism-sharifi, kimligi haqida. Va printerdan chiqarib olaveradi natijalarini. Buni ekspert klass variantlarida datchiklari monoxromatik kristalli bo'ladi. 192 elementdan 246 elementgacha bo'ladi. Oddiylarida esa piezo elementlar ishlatiladi.